ham o'rgansang bo'lmaydimi? Uylarni remont qildi, mashinalarni yangiladi. Dada, hammasini o'zingiz qilib berdingiz-ku. Azota qildi-yu, hech kimdan kam bo'lma deyman-da, qizim. O'zi qaynota bilan kuyovni tuprog'i bitta joydan olinadi deganlar rost ekan. Kuyovingiz ham nuqqul shunaqa deydi. To'g'ri-da. Pulingni qayerdagi narsalarga sarflaysan, qizim? Sovg'am bor. O'shani qabul qilib oling. Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Qizim, o'sha kuni xursandchiligimdan esdan chiqib ketdi so'rash. Qayerdan olding o'sha pulni? Dada, chet elda odamlar просто tak ishlamaydi. Topgan dohodidan, pulidan ozgina qismini aktivlarga investitsiya qiladi. Ya'ni kompaniyani aksiyalari, neft, tilla shunga o'xshash narsalar. Dada, yanachi bu приложение orqali normalniy pul ishlasa bo'ladi. Libertex orqali tilla narxi tushganda sotib olib, ko'tarilganda o'sha приложениеni o'zida qimmatga sotib olsa bo'ladi. Oldin bunaqa narsalarga tushunmasding-ku, qizim. Nimaga dada? Hozir hammasi oddiy Libertex ilovasi orqali pul ishlasa, har xil aktivlarga investitsiya qilsa bo'ladi. Eng asosiysi Libertex ilovasi o'zbek tilida ham ishlaydi. Yangi kirganlar ham bemalol tushuna oladi va o'rganib ola oladi. Bu yoqda ayol ham erkak ham bir xil pul ishlaydi. Bo'lmasa, seningni ham o'rgan. Unaqa qiyin emas. Tim bo'li Libertex'ni Samarqandda ham, Toshkentda ham ofisi bor. Borib konsultatsiya olsa bo'ladi. Agar boshqa shaharda bo'lsa, onlayn konsultatsiya ham qilib berishadi. Bo'lmasa, seningni ham boshlasin, necha pul bo'ladi, men beraman. Maqsad va rejasiga qarab xohlagan summasi bilan boshlasa bo'ladi. Boshida kam summa bilan boshlasangiz ham bo'ladi. Lekin kattaroq dohodga chiqaman desangiz, ko'proq sarmoya bilan boshlasangiz ham bo'ladi. Agar shotingizni to'ldirib, gift promokodini ishlatsangiz, taniqli kompaniyalar, ya'ni Apple, Tesla, Starbucks shunga o'xshagan kompaniyalardan sizga $200 gacha ham aksiyani bonus sifatida berishadi.